Mana hozir Tokioni eng markaziy joylaridan biridamiz. Mana shu dunyo bo'yicha mana bularni teleminorasi eng baland hisoblanar ekan. Telebashnasi. Endi men O'zbekistonniki bundan uzunroq deb o'ylasam, bu balandroq ekan, uzunroq ekan. Mana xullas Tokio. Bu o'zdan telefonimi? Bu Tokioni mana fuqarosi. Erkin aka. Erkin aka bizani Tokioni fuqarosi tanishtiryaptilar va Tokiodagi ajoyibotlar bilan. Eski shahriga keldik. Hozir shu qadimiy joyga boramiz. Sensoji degan joyga. Bo'ldi. Bu yana eski shahar ekan. Endi bir paytlar Osmon daraxti dunyodagi eng baland teleminora. Dunyodagi eng baland teleminora ekan. Osmon daraxti deb atalar ekan. Mayli, keyingi reportajgacha xayr.